Isrofil farishtasi surni chalganida qiyomat qoyim bo'lib, barcha odamlar halok bo'ladi. Jahannamning ustida Sirot ko'prigi bo'ladi. Odamlar uning ustidan yurib o'tadilar. Undan o'tganlar jannatga kiradi. O'tolmaganlar do'zaxga tushadi boshlasa. Qiyomat har bir musulmon bilish kerak bo'lgan ilmlardan farz va ayn bo'lgan ibodatlarning to'g'ri, to'liq ado qiladigan darajada ilmga ega bo'lish. Bu ham farz. Va ibodatlarni bajarayotganda qanday niyat qilishni har bir musulmon bilish kerak. Musulmonlar Qur'on ma'nolarini o'qib o'rganishlari kerak. Alloh taolo bizlarga o'z risolatini yubordi. Nahotki uning ma'nolarini bilmay o'tib ketsak. Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek, ilm yo'q odam bozorda savdo qilmasin. Ilm yo'q Alloh harom qilgan narsalar bizlarning badanimizga ham, dinimizga ham zararlidir. Demak, har bir musulmon, u muhandis bo'ladimi, yoki shifokor, yoki matematik, fizik, yoki dasturlovchi, qanday soha egasi bo'lsa ham o'z e'tiqodi, ibodati sahih bo'ladigan darajada ilm o'qish farz. Namozi, ro'za, zakoti, hajga boradigan bo'lsa, haj ibodati sahih bo'ladigan darajada ilmga ega bo'lishi farz. Tijorat bilan shug'ullansa, tijoratdagi harom halollarni bilishi, uylanadigan bo'lsa nikoh ilmini, shunga o'xshash masalalarda shariat ilmini bilish kerak. Xullas, insonning iymoni, e'tiqodi, ibodatlari sahih bo'ladigan darajada ilmga ega bo'lishi farz. Odamlar bilan shariatga muvofiq muomala qilishda ham shariat ilmlarini bilish lozim. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: ilm o'qish har bir musulmon uchun farzdir. Agar musulmon kishi bilish kerak bo'lgan ilmlar qanday ilmlar deyilsa, xususan musulmon bo'lmagan o'lkalarda yashayotganlar qanday ilmlarni bilishlari kerak deb so'ralsa, avvalambor tavhidni o'rganish kerak. Alloh taolo aytgan: mendan o'zga biror haq iloh yo'q, faqat menga ibodat qilinglar. Muaz radhiyallohu anhu ning hadislarida Rasululloh aytganlar: sen ularni eng avvalo yolg'iz Allohga ibodat qilishlariga da'vat qilgin. Jabroil alayhissalomning hadislarida kelganidek, u zot payg'ambarimizga iymon haqida xabar bering deganlarida, payg'ambarimiz Allohga va uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va qiyomatga iymon keltirmog'ing va qadarni yaxshiligiyu yomonligiga iymon keltirmog'ing deb aytganlar. Allohning rububiyatiga iymon keltirish ham Allohga iymon keltirish jumlasidandir. Rububiyatning ma'nosi nima? Alloh taolo barcha narsani yaratuvchisi, barcha ishlarni boshqaruvchi, vafot ettiruvchi, tiriltiruvchi, yomg'ir yog'diruvchi, rizq beruvchi va shifo beruvchi. Shu bois shifo yolg'iz Allohdan so'raladi. Shifokor davolaydi, lekin kasalni tuzatib, mutlaq shifo beruvchi yolg'iz Alloh. Shifo topishga umuman sabab bo'lmagan narsalarni yoki shifoga sabab bo'lgan, lekin ularni sabab deb emas, balki mutlaq shifo beruvchi degan e'tiqodda bo'lganlar Allohning robbiyatini, Allohning yaratuvchi, boshqaruvchi ekanini tushunmagan insonlardir. Albatta, har bir inson bilish kerak bo'lgan ilmlardan yolg'iz Allohga ibodat qilish, ibodatga yolg'iz Allohning o'zi loyiq. Allohdan boshqa birortasi ibodat qilinishga loyiq emasligini bilish. Ibodatning barcha turlari Allohga xos. Namoz yolg'iz Alloh uchun o'qiladi. Faqat Allohga duo qilinadi. Faqat Allohdan yordam so'raladi. Nazr, qurbonlik qilish yolg'iz Alloh uchun bo'ladi. Kim ibodatning turlarini bilmasa, shirkka tushish xavfi bor. Shuningdek, Allohning ism-sifatlarini bilish. Allohning ism-sifatlarida sherigi yo'qdir. Xuddi borliqni boshqaruvda Allohning sherigi bo'lmaganidek, ibodatga loyiq bo'lishda ham Allohning sherigi bo'lmaganidek, Allohning ism-sifatlarida sherigi yo'qdir. Ko'plab oyat va hadislarda bu 3 mavzu keng bayon qilingan. Hatto Maryam surasida bu 3 mavzu bir oyatning o'zida zikr qilingan. U zot osmonlar va yerning va ular orasidagi barcha narsalarning Robbisidir. Siz unga ibodat qiling va u zotga ibodat qilishda sabr toqatli bo'ling. Unga teng bo'luvchi birortasi yo'qdir. Ya'ni uning zotida ham, ibodatga loyiqligida ham ism-sifatlardan birortasida unga teng emas. Allohning ism-sifatlarida adashib ketganlar ko'p bo'lgan. Ism-sifatlariga iymon keltirishdagi to'g'ri, sahih qoida Alloh taolo o'ziga isbotlagan barcha ism-sifatlarini isbotlaymiz. Allohning sifatlarining kayfiyatini bilmaymiz va u haqida bahs ham qilmaymiz. Allohning sifatlarini mahluqotlarning sifatiga o'xshatmasdan, oyat va hadislarning ma'nosini o'zgartirmasdan va inkor qilmasdan iymon keltiramiz. Alloh taolo 7 osmon tepasida,
arshning ustidadir. Arsh 7 osmon tepasida. Alloh taolo arsh ustida bo'lsa ham borliqdagi barcha narsalarni biladi. Mahluqotlardan biror narsa Allohga maxfiy emas. Toha surasida Alloh taolo aytgan: Rahmon, ya'ni Alloh arsh ustiga yuksalgan, oliy bo'lgan zotdir. Alloh taoloning arsh ustida bo'lishi Allohning buyukligi, oliyligiga munosibdir. Shu bilan birga Alloh mahluqotlarning barcha holatlaridan xabardordir. Oyatda aytilganidek, qayerda bo'lsangizlar ham u zot sizlar bilan. Ya'ni bandalarning barcha holatlarini bilib, ko'rib, so'zlarini eshitib turadi. Bandalarning barcha ishlarini tadbir qiladi, rizqlarini beradi. Xohlaganidan mulkni oladi, xohlaganiga beradi. Xohlaganini aziz qiladi, xohlaganini xor qiladi. Iymonning keyingi rukni farishtalarga bo'lgan iymon. Farishtalar Allohning mukarram bandalari. Ular Allohga hech osiy bo'lmaydilar. Allohning buyrug'ini hech kechiktirmay bir zumda bajaradilar. Allohga ibodat qilishdan bo'yin tovlamaydilar. Hech charchamasdan erta-yu kech Allohga ibodat qiladilar. Alloh taolo farishtalarni nurdan yaratgan va ularga muayyan ishlarni vazifa qilgan. Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga Allohning vahiysini olib kelishga mas'ul bo'lganlar. Mikoil yomg'ir yog'dirishga, Isrofil qiyomat kunida sur chalishga mas'uldir. O'lim farishtasi jonlarni olishga mas'ul. Ba'zilar o'lim farishtasini Azroil deb aytishadi. Lekin o'lim farishtasini Azroil deb nomlanishi sahih hadislarda kelmagan. Tog'larga mas'ul bo'lgan farishtalar bor. Molik farishtasi do'zaxning qo'riqchisi. Ona qornidagi homilaga mas'ul bo'lgan farishtalar ham bor. Va har bir insonning o'ng va chap tomonida 2 farishta bo'lib, uning barcha so'z va amallarini yozib turadi. Ba'zi farishtalar insonlarni qabrda savol-javob qilishga mas'ul qilingan. O'lim farishtasi jon olayotganida unga yordamchi bo'lgan farishtalar ham bor. Rahmat farishtalari va azob farishtalari, do'zax farishtalari va jannat farishtalari bor. Jannat ahlining huzuriga har bir eshikdan kirib salom beruvchi farishtalar ham bor. Iymon rukunlarining keyingisi Alloh nozil qilgan kitoblarga iymon keltirish. Alloh nozil qilgan kitoblar Qur'on, Injil, Tavrot, Zabur, Ibrohim va Musoga berilgan sahifalar. Bulardan tashqari Alloh taolo payg'ambarlarga nozil qilgan boshqa kitoblar ham bor. Ularning nomi bizlarga ma'lum emas. Shuning uchun bizga ma'lum bo'lmagan kitoblarga umumiy ma'noda iymon keltiramiz. Xuddi nomini bilmagan farishtalarga umumiy ma'noda iymon keltirganimizdek. Chunki farishtalar juda ko'p. Ularning sanog'i yolg'iz Allohga ma'lum. Birgina do'zaxni sudrab keluvchi farishtalarning o'zi 4 million 900 ming. Qiyomat kuni farishtalar do'zaxni tortib olib keladilar. Do'zaxni ushlaydigan 70 ming tizgini bo'ladi. Har bir tizginni 70 ming farishta ushlab tortib keladi. Demak, Alloh nozil qilgan barcha kitoblarga iymon keltiramiz. Alloh taolo aytgan: "Qasamki, biz o'z payg'ambarlarimizni aniq hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ularga kitob nozil qildik, hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon tarozi tushirdik." Alloh taolo o'zi nozil qilgan kitoblarning ba'zilarini bizlarga xabar berdi. Bu kitoblarga yuqorida zikr qilganimizdek nomma-nom iymon keltiramiz. Alloh payg'ambarlarga nozil qilib, lekin bizlarga xabar bermagan barcha kitoblarga umumiy ma'noda iymon keltiramiz. Albatta, Alloh nozil qilgan kitoblarning eng oxirgisi Qur'oni Karim. Qur'on avvalgi kitoblarni mansux qilgan. Alloh taolo Qur'onni avvalgi kitoblarni tasdiqlovchi, ya'ni avvalgi kitoblarni Alloh nozil qilgan vaqtdagi asl nusxasini Qur'on tasdiqlaydi. Ammo hozirgi kundagi ahli kitoblar qo'lidagi Tavrot, Injillar ahli kitoblar tomonidan ko'p o'zgartirilgan. Demak, Qur'on avvalgi kitoblarni tasdiqlovchidir va ularning ustidan hukm chiqarib, ularning hukmini mansux qilgan. Qur'on nozil bo'lganidan keyin avvalgi barcha kitoblarning amal qilish muddati tugagan. Qur'on qiyomatgacha o'zgarmasdan saqlanib qoladi. Qur'onni o'zgarmay saqlanib qolishini Alloh taolo o'z zimmasiga olgan. Iymon rukunlarining keyingisi payg'ambarlarga iymon keltirish. Ba'zi payg'ambarlarning ismlarini bilamiz. Ularga nomma-nom iymon keltiramiz. Ismlari bizga noma'lum bo'lgan payg'ambarlarga umumiy ma'noda iymon keltiramiz. 5 ta payg'ambar: Muhammad sallallohu alayhi vasallam, so'ng Ibrohim, Muso, Nuh va Iso alayhissalomlar ulul azm bo'lgan eng afzal payg'ambarlardir. Payg'ambarlar inson ekaniga, Allohning o'ziga xos bo'lgan biror narsada payg'ambarlar sherik emasligiga ham iymon keltiramiz. Biz barcha payg'ambarlarni yaxshi ko'rib, ehtirom qilamiz, lekin ularga ibodat qilinmaydi. Payg'ambarlar Alloh tanlagan bandalar bo'lib, Alloh o'zining risolatini ularga nozil qilgan. Iymonning keyingi rukni oxirat kuniga, o'limdan keyin qayta tirilishga iymon keltirish. Isrofil farishtasi surni chalganida qiyomat qoyim bo'lib, barcha odamlar halok bo'ladi. Keyin farishta yana surni chaladi. Endi barcha odamlar qayta tirilib mahshargohga jamlanadi. Insonlarning amallari yozilgan kitoblar tarqatiladi.
va amallarni o'lchaydigan tarozilar qo'yiladi. Qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hovuzlari bo'ladi. Mo'minlar u hovuzdan suv ichadilar va payg'ambarimiz olamlarni shafoat qiladilar. Jahannamning ustida sirot ko'prigi bo'ladi. Odamlar uning ustidan yurib o'tadilar. Undan o'tganlar jannatga kiradi. O'tolmaganlar do'zaxga tushadi. Qiyomatdan oldin qabrda ham yo azob yo ne'mat bo'ladi. 6-rukun qadarning yaxshiligi va yomonligiga iymon keltirish. Alloh taolo barcha narsalarni azaldan bilgan. Qalamga barcha narsalarni yozishni buyurgan. Barcha narsaning taqdiri Lavhul Mahfuzga yozib qo'yilgan. Alloh taolo barcha narsani yo'qdan bor qilib yaratgan. Alloh har bir narsaning yaratuvchisidir. Alloh sizlarni ham va sizlarni qilgan narsalarni ham yaratgandir. Insonlar har bir ishlarni o'z xohish irodalari bilan qiladilar va qilgan ishlariga jazo yo mukofot oladilar. Agar inson xohish irodani yo'qotsa va majburlanib mukroh holatda biror ish qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bu ish uchun insonni jazolamaydi. Musulmon kishi bilish kerak bo'lgan masalalardan shirkning eng xatarli gunoh ekanini bilish va shirkning har qanday turidan uzoq bo'lish. Ibodatning biror bir turini Allohdan boshqasi uchun qilmaslik, Allohdan o'zgaga duo qilmaslik, Allohdan o'zgaga qurbonlik qilmaslik. Shuningdek, musulmonlarni do'st tutish va mushriklardan pok bo'lish. Mana bu masalani ham bilish kerak. Xususan mushrik kofirlar diyorida yashayotgan musulmonlar ertayu kech ular bilan muomala qiladilar. Hatto ba'zilar ular bilan yaqin do'st bo'lib olgan. Ularning e'tiqodiga umuman e'tibor qilmaydi. Ularning e'tiqodi qanday? Ular Iso Allohning bolasi deyshadi. Alloh taolo bu gapni qanchalik og'ir, jirkanch gap ekanini bayon qilib shunday degan. Ularning bu gaplaridan osmonlar yorilib, yer bo'linib, tog'lar parchalanib ketguday bo'lur. Ularning Rahmonning bolasi bor degan gaplaridan osmon va yer va tog'lar ana shunday holatga kelur. Rahmonning bola tutishi umuman imkonsiz, bo'lishi mumkin emas, chunki u yakka yagona, butunlay behojat zot. Yahudiylar ham Alloh taolo haqida juda yomon gaplar aytishgan. Ular Alloh kambag'al, bizlar boymiz degan kimsalardir. Shuning uchun Alloh taolo aytgan: "Ey mu'minlar, mening dushmanim va sizlarning dushmaningiz bo'lganlarni yaqin do'st qilib olmanglar." Boshqa oyatda mu'minlar mu'min birodarlarni qo'yib, kofirlarni yaqin do'st qilib olmasinlar. Shuning uchun Alloh mu'min musulmonlarni do'st tutish haqida aytilgan dalillarni ham o'qib o'rganish kerak. Hadisda kim Alloh roziligi uchun Alloh yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rsa, Alloh yomon ko'rganlarni yomon ko'rsa va Alloh uchun bersa, Alloh uchun man qilsa, u iymonni mukammal qilibdi. Bir narsani unutmaslik kerak. Kofirlarni yaqin do'st qilib olish kerak emas deb aytishning ma'nosi ularga zulm qilish kerak degani emas. Agar ular bilan kelishuv asosida bir o'lkada yashashga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, ularga zulm qilish joiz emas. Ularga xiyonat ham qilinmaydi. Hatto islomga va musulmonlarga qarshi bo'lmagan kofirlarga sadaqa qilish ham joiz. Alloh taolo aytgan: "Sizlar bilan din yo'lida urushmagan va sizlarni o'z diyoringizdan haydab chiqarmagan kofir kimsalarga yaxshilik qilishingizdan va ularga adolat qilishingizdan Alloh qaytarmaydi. Albatta Alloh adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi." Islomga da'vat qilish maqsadida ular bilan yaxshi muomala qilinsa, ajab emas, Alloh biz sabab ularni hidoyatga boshlasa. Har bir musulmon bilish kerak bo'lgan ilmlardan farz va ayn bo'lgan ibodatlarning to'g'ri, to'liq ado qiladigan darajada ilmga ega bo'lish. Bu ham farz. Namoz, roza kabi har bir insonning o'zi uchun farz bo'lgan ibodatlarni to'g'ri bajarishni har bir musulmon bilishi kerak. Hadisda ilm talab qilish farz deb aytilgan. Shunday ekan, qanday ilmlar musulmon kishi uchun farz bo'ladi deb so'ralsa, har bir musulmon bajarishi farz bo'lgan amallar bor. Mana shu amallarni sahih bajarish uchun yetarli ilmni o'rganish farzdir. Shuningdek, odamlar bilan bo'ladigan nikoh, oldi-sotdi kabi muomalalarda ham amallar sahih bo'lishi uchun va birovlarning haqqini poymol qilmaslik uchun yetarli ilmga ega bo'lish zarur. Umumiy musulmonlarga taalluqli bo'lgan ilmlarni bilish farz kifoyadir. Farz ayn bo'lgan ilmlardan namozni sahih ado qilishni bilish. Bu har kimga farz. Chunki namoz har bir inson uchun farz ayn bo'lgan amal. Farz amallarning eng buyugi. Shuning uchun namozning shartlari bo'lgan tahorat, g'uslni bilish, tahoratni buzadigan narsalarni bilish bu ham farz. Shunga o'xshash namozning shartlarini, namoz vaqtlarini va boshqa shart va rukunlarni ham bilish kerak. Farz ayn bo'lgan boshqa amallar ham shunday. Ro'zani sahih tutish uchun yetarli ilmga ega bo'lish kerak. Misol, saharlik vaqtlarini bilish, ro'zani buzadigan narsalarni bilish, bu ham farz.
Shuningdek, zakotga qodir bo'lganlar zakot ilmini bilishlari kerak. Haj amali ham shunday. Kim hajga qodir bo'lib, hajga borish nasib qilgan bo'lsa, hajni sahih to'g'ri bajaradigan darajada ilmga ega bo'lish kerak. Har bir musulmon bilish kerak bo'lgan eng muhim masalalardan ixlos mavzusi. Har bir amalni xolis Alloh roziligi uchun qilish kerakligini bilish va ibodatlarni bajarayotganda qanday niyat qilishni har bir musulmon bilishi kerak. Albatta ixlos va niyat mavzusi juda muhim. Yana musulmonlar Qur'on ma'nolarini o'qib o'rganishlari kerak. Hadisda sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni o'rgatganlar deb aytilgan. Alloh taolo bizlarga o'z risolatini yubordi. Nahotki uning ma'nolarini bilmay o'tib ketsak. Ey aka-ukalar, Qur'on ma'nolarini o'rganish juda muhim. Xususan namozda o'qiladigan qisqa suralarning ma'nolarini bilish kerak. Namozda nima o'qiyotganingizni bilmasangiz, bu katta musibat. Odamlar bilan bo'ladigan muomalalarda ham musulmon kishi bilishi shart bo'lgan masalalar bor. Albatta har bir inson boshqa odamlar bilan muomala qiladi. Oldi-sotdi qiladi, uylanadi, er-xotin haqlari bor. Ijara oldi-berdisi yoki qarz oladi, garovga biror narsa qo'yadi. Shunga o'xshash har kimning hayoti o'zgalar bilan muomala qilishdan iborat. Umar radhiyallohu anhu aytganlar: din ilmidan xabari bo'lmagan inson bizlarning bozorlarimizda savdo qilmasin. Bir inson savdogar bo'lmasa, savdo ilmini bilmasligi mumkin. Ammo siz savdogar bo'lsangiz, savdoga taalluqli bo'lgan asosiy masalalarni bilishingiz kerak. Biror tijorat bilan shug'ullansangiz, tijoratingizga taalluqli bo'lgan hukmlarni bilishingiz kerak. Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek, ilm yo'q odam bozorda savdo qilmasin. Ilm yo'q savdogar haromga, riboga tushib qolishi mumkin. Misol uchun, tillo kumush bilan savdo qiladiganlar naqdga va nasiyaga sotish hukmlarini bilishi kerak. Bo'lmasa riboga tushib qoladi. Savdo, tijorat bilan shug'ullanuvchilar uchun 3 ta muhim qoida bor. Bu 3 qoida tijoratda umuman pullik muomalada joiz bo'lmagan ishlarni bayon qilgan. Birinchi, riboni hamma turi harom. Ikkinchi, noaniqlik, nimani olyapti, nimani sotyapti, qanchaga olyapti, qanchaga sotyapti. Bularni aniq bilmasa, savdo botil bo'ladi. Uchinchi qoida: qimorga olib boradigan, qimorga o'xshash bo'lgan pullik muomalalar ham harom. Xulosa qilib aytsak, kim qanday tijorat bilan shug'ullansa, lizing shartnoma asosida ijaraga beradimi yoki franshiza, tarmoqli do'kon oshxonalar bilan shug'ullanadimi? Kim qanday ish bilan shug'ullansa, uning shariatdagi hukmlarini bilishi lozim. Musulmon kishi bilish kerak bo'lgan narsalardan yana biri kundalik iste'mol qilinadigan narsa. Yeb ichadigan taomlarimiz. Bunda ham bilishimiz kerak bo'lgan masalalar ko'p. Alloh taolo bizlarga cheksiz ne'matlarni ato qildi va bizlar uchun pokiza narsalarni halol qildi. Alloh taolo aytadi: ular uchun pokiza narsalarni halol qildi va nopok, jirkanch narsalarni harom qildi. Alloh halol qilgan narsalar dunyo va oxiratimizda bizlar uchun manfaatlidir. Alloh harom qilgan narsalar bizlarning badanimizga ham, dinimizga ham zararlidir.